Hello azizlarim, bugun sizlar bilan shirinlik haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Qadim zamonlarda eng birinchi shirinlik asal bo'lgan. Qadimgi Misr, Yunon, Rim asal bilan tayyorlangan taomlardan yeyishgan. Mevalar quritilib shirinliklar o'rnida ishlatilgan. Shakar dastlab Hindistonda taxminan miloddan avvalgi 500-yillarda topilgan. Va keyin arablar orqali shakar yaqin sharq va Yevropaga tarqalgan. O'rta asrlarda shakar juda qimmat bo'lgani uchun faqat u shakarni boylagan. O'rta asrda pishirilgan pishiriqlar, non, pirog, keksga o'xshash shirinliklar paydo bo'lgan. Ularning ichlariga ziravorlar, meva, yong'oqlar qo'shilgan. Zamonaviy shirinliklar 18-19 asrlarda shokolad, konfet, tortlar ommalashgan. Bugungi kunda har bir xalqning o'ziga xos shirinliklari bor. Bizning O'zbekistonda esa milliy bo'lib kelayotgan pishiriqlarimiz patir non, qatlama, bo'g'irsoq, chakchak, halva va parvarda hisoblangan. Hozirgi kunda zamonaviy pishiriqlar tortlar, pirojnilar, keks va bulochkalar, pechenyelar hisoblanib keladi. Shunga o'xshash ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yish va like, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bugungi ma'lumotlarni sizlarga foydasi tegadigan umiddaman. Всем пока-пока.